Bu dunyoda bugun borman, ertam gumon, oxiratni o'ylab bugun qo'rqdim yomon. Hayotimda burilish yasagan lahza Ramazon oyida roza tutganimda sodir bo'ldi. Bu oyda Alloh subhanahu va taolo uchun roza tutardim. O'sha kunlarda kimdir men o'tirgan zulmatli xona eshiklarini ochib tashlagandek bo'ldi. Fotiha surasini o'qidim. Unga ochuvchi deb bejiz nom berilmagan ekan. Chunki bu sura men uchun yangi eshikni, yangi yo'lni, yangi madaniyatni ochilishi bo'lib xizmat qildi. Qul huvallohu ahad, Ixlos surasi. Bu sura islom diniga to'g'ridan-to'g'ri ta'rif beradi. Bugungi mehmonimiz Britaniyaning faol da'vatchilaridan biri. U ajri ulug', qisqa kalimalar bilan ulkan ma'nolarni qamrab olgan bir suradan ta'sirlangan. Assalomu alaykum. Ismi sharafim Yusuf Chambers, 50 yoshdaman. Islom dinini taqriban 20 yil avval qabul qilganman. Hozir Britaniyada, aniqrog'i Lester shahrida yashayman. Islom ta'limi va tadqiqoti bo'yicha akademiya asoschisi va ishonchli vakillardan biriman. Musulmon ekanligimdan juda xursandman. Men Yusuf Chambersning hayoti haqida bilmoqchiman. Islomdan avval hayotingiz qanday edi? Rostini aytsam, hayot yo'q edi desam ham bo'laveradi. Ma'lum bir maqsadi bo'lmagan insonning hayoti qanday ham bo'lardi? Misol uchun, safar qilyapsiz. Men safar qilyapman desangiz-u, boradigan tayinli joyingiz bo'lmasa, bu aqlga to'g'ri kelmaydi-ku. Hattoki bizni kim shu yo'lga qo'yib qo'yganiga ham qiziqmaganmiz. Men go'yo zulmatli xonada, ikki qo'li kishanlangan, ko'zlari bog'langan, quloqlari muhrlangan, og'zi berkitilgan mahbus kabi edim. Men shu xonada, shunday holatda 26 yil yashadim. Uning hayotidagi burilish nuqtasi universitetda bir qiz bilan tanishgan paytidan boshlandi. U bilan munosabatlari yaqin edi. Men u bilan munosabatimda hamma narsa o'z qo'limda deb o'ylab yurardim. Bir kuni to'satdan u menga ertadan boshlab uyimga kelishingni istamayman dedi. Hayron bo'ldim. Qanday qilib bir kishi o'zi yoqtirgan insonga menga yaqinlashma deyishi mumkin? Bu mantiqsizlik edi. Mening dinim shunga buyuradi deb javob berdi. Yo seni dining noto'g'ri, yoki sen o'zing adashyapsan. Chunki hozirgi qilib turgan ishing mutlaqo xato dedim. U menga dinimni haqorat qilma. Dinim uchun menga g'azabingni sochma dedi. Yaxshi, o'ylab ko'rishim kerak dedim. Unga ko'proq yoqish uchun uning dinini o'rganishga qaror qildim. Yusuf islom dinini o'rganish uchun masjidga bordi. U yerda bir kishini uchratib, undan islom haqida so'rab surishtirdi. Haligi kishi esa unga bir uyum kitob berib, islom mana shu, o'zing o'qib chiq deb javob berdi. 2 hafta mobaynida o'tirib, islom haqida o'qib chiqdim. Islomning barcha jabhalarini, jumladan namoz, Qur'on, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyrat va tarix kitoblarini to'liq 2 hafta mobaynida o'qib chiqdim. Hech narsa qilmay faqat islom haqida o'qidim. Kunlarning birida Ramazondagi roza haqida o'qib qoldim. O'zim ham roza tutib ko'rishga qaror qildim. O'sha kuni subhanalloh, kimdir ko'zimdan pardani olib tashlagandek bo'ldi.
Ramazonda ro'zador holda edim. Bu oyda o'sha kunlarda Alloh subhanahu va taolo uchun ro'za tutayotgan edim. Kimdir men hibsda yotgan qorong'u xona eshigini ochib, ko'zimdan pardani ochib tashlagandek bo'ldi. Quloqimni va og'zimni berkitib turgan to'siqlarni ham olib tashladi va men barcha narsani ochiq oydin ko'ra boshladim. Hayotimda haqiqiy burilish yasagan lahza Ramazon oyida ro'za tutganimda sodir bo'ldi. U islom haqida ko'p o'qib, uzoq izlanish olib borayotgan paytda Shayx Yusuf Chambers Fotiha va Ixlos surasidan ko'p ta'sirlandi. Fotiha surasini o'qidim. Unga ochuvchi deb bejiz nom berilmagan ekan. Chunki bu sura men uchun yangi eshikni, yangi yo'lni, yangi madaniyatni ochilishi bo'lib xizmat qildi. Dastlab bu surani nasroniylik dinidagi rabboniy ibodat bilan solishtirib ko'rdim. Bir-biriga o'xshab ketardi, lekin oxirida chalkashliklar bor edi. Fotiha surasini o'qiganimda hammasi ravshan bo'ldi. Menga ta'sir qilgan yana bir sura Qul huvallohu ahad, ya'ni Ixlos surasi bo'ldi. Chunki bu sura islom diniga to'g'ridan to'g'ri ta'rif berardi. Islomning o'zagi bo'lmish tavhidga, Alloh subhanahu va taoloning yagonaligiga ta'rif berishda bu suradan ko'ra soddaroq, aniqroq bo'lgan boshqa sura yo'q. Ixlos surasining soddaligi va ochiqoydinligi Shayx Yusufning qalbiga ta'sir qildi. Bu kichik surani tadabbur qilib ko'rganmizmi? Uning ma'nolarini bilamizmi? Unda Alloh subhanahu va taoloning yakka-yu yagonaligi, uning hech bir sherigi yo'qligi zikr qilingan. Qul huvallohu ahad. Aytgin ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, u Alloh yagonadir. Bu juda ham sodda. Shu bilan birga mutlaqo qat'iy xabar. Bu oyatlar menga haqiqatda ta'sir qildi. Uni qayta-qayta o'qiyverdim. Shoyat menga mavhum bo'lgan biror ma'noni toparman degan maqsadda. Nega bu shunchalik oddiy? Bilasizmi? Xabar butun olamga qaratilgan bo'lishi uchun ana shunday oddiy bo'lishi kerak. Shayx Yusuf, Qur'on hayotingizda qanday o'rin tutadi? Ya'ni da'vat ishlaringizda uning o'rni qanday? Avvalo, e'tibor bersak, biz biror narsa sotib olayotganimizda, misol uchun qo'l telefoni. Magazindan qo'l telefonini qog'oz quti ichida sotib olamiz. Qutini ochganimizda qo'l telefoni bor-u, lekin undan foydalanish yo'riqnomasi yo'q bo'lsa, unda qanday foydalanasiz? Ehtimol 1 yil harakat qilib o'rganib olarsiz. Lekin telefon imkoniyatlarining 20, juda borsa 30% dangina foydalanishingiz mumkin. Hayotimizda Qur'on bu bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi qo'llanma. Agar sizda shu qo'llanma bo'lmasa, uni o'zingiz qidirishingiz kerak. Agar topa olmasangiz, hayotingizda hech qanday ma'no yo'q. U shahodat kalimasini 26 yoshida talaffuz qildi. Shayx Yusuf islomga qadar bir nechta dinlarga o'tib ko'rgani bois, onasi uning musulmon bo'lganiga e'tibor bermadi. Ilgari bir dindan boshqasiga o'tib yurgani kabi, islomni ham tez orada tark etadi deb o'ylardi. Musulmon bo'lganimdan keyin bir kun uyga keldim. Onam o'shanda musulmonligimni jiddiy qabul qilmagandi. Bir kuni televizorda meni islom haqida ma'ruza qilib turganimni ko'ribdi. Yurmadi. Meni ko'ribdi-yu, hayratdan qotib qolibdi. Darhol uyimdagilarga telefon qilib, "Tim, meni Tim" deb chaqirardi. "Tim televizorda islom haqida gapiryapti. U fundamentalist bo'lib qolibdi" debdi. Chunki juda qo'rqib ketgandi. 10 yil davomida onam bilan, umuman oilam bilan bo'lgan munosabatim juda qiyin kechdi. Ular meni xato yo'lda deb o'ylashardi. Hozir esa qanaqangi yordam kerak bo'lsa, mening oldimga keladi. Boshqa aka-ukalarimning birortasiga bormaydi. Bilasizmi? Opamga men bilan faxrlanishini aytibdi.
Alhamdulillah. Bularning bari chiroyli sabr natijasi. Biz sabr qilishimiz kerak. Shayx Yusuf Era da'vat tashkilotida ishlaydi. Men shu tashkilotni ziyorat qilib, ularning faoliyatini, da'vat ishlaridagi nashrlarni ko'rib chiqdim. Haqiqatda ularning da'vat ishidagi uslublari zamonaviy va puxta o'ylangan. Bu yerda da'vat uchun xizmat qiladigan ko'plab vositalar bor. Misol uchun, mana bu chiroyli ishlangan sovg'a qutisi. Uni musulmon bo'lmagan insonga sovg'a qilsangiz, uning chiroyini ko'rib, ko'zi quvnaydi. Keyin ichida nima bor deb savol beradi. Ha, mashalloh. Bu rang-barang qutilar haqiqatda chiroyli ekan. Uni ko'rgan odam ko'zi quvnab, ichida nima borligiga qiziqadi. Ichida Alloh subhanahu va taologa da'vat borligini ko'radi. Biz birga ishlaydigan sheriklarimizga bu qutilar ichiga o'zlari istagan sovg'ani, misol uchun shokolad, atir va shu kabi sovg'alarni solib, yor va do'stlariga sovg'a qilishlarini ta'kidlaymiz. Mana masalan, birinchi da'vat erkin fikrlashga qaratilgan. Fikrlashda chegaralanib qolmang. Yana hayotdan maqsad nima? Siz kimsiz? Kabi da'vatga oid savollar bor. Mana bunisi esa Alloh subhanahu va taologa da'vat. Nima uchun Allohga iymon keltirishimiz kerak? Bu idorada odamlarga islom go'zal va sodda din ekanligini tushuntirib berishni asosiy vazifa qilib olganmiz. Biz odamlarning aql va zakovatiga muvofiq keladigan uslubdan foydalanmoqdamiz. Ko'pchilik his-tuyg'ular orqali da'vat qiladi. Biz esa yaratuvchini tanitish uchun aqliy da'vat qilamiz. Idoramizda ana shunday ishlar bilan shug'ullanamiz. Bu Alloh taolo haqida, nima uchun Alloh subhanahu va taolo mavjud nomli kitobcha. Unda Allohning mavjudligiga aqliy dalillar keltirilgan. Bu esa Qur'onning qisqacha muqaddimasi. Unda Qur'ondagi eng muhim nuqtalar zikr qilingan. Mana bu qo'llanmaga qizil sho'rtikli kishi deb nom berganmiz. Bu hali musulmon bo'lmaganlarga hadiya uchun mo'ljallangan. Nima uchun? Agar kitob muqovasiga to'g'ridan to'g'ri islom, Qur'on yoki Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb yozib qo'ysak, ular yo'q, rahmat, assalomu alaykum deyshadi. Ular islomga yangi kirganlarga ko'proq e'tibor berib, ularning iymonlarini qalblarida mustahkamlash uchun astoydil harakat qilayotganlariga guvoh bo'ldim. Subhanalloh, biz bunga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Chunki yangi musulmonlar islomni tark qilishyapti. Nimaga? Chunki musulmonlar ularning rioyasini qila olishmayapti. Misol uchun bir kishi shahodat kalimasini aytayapti-da, aroq ichishda davom etmoqda. Chunki u hali bilmaydi. Yana qaysidir biri ayollar bilan aloqa qilishda davom etmoqda. Alloh bilguvchiroq. Bunday holatda biz nima qilishimiz kerak? Hammasini hoziroq tashla deyishimiz kerakmi? Yo'q. Avvalo ularga Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqani qanday tiklashni o'rgatishimiz kerak. Qalbingiz sizni yaratgan zotga bog'lansin. Mana bu qo'llanmani da'vat uchun cho'ntak qo'llanmasi deb nomladik. Bu da'vat qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham oson tushuniladigan sodda qo'llanma. Uni o'qib chiqib, musulmon bo'lmaganlarni islomga da'vat qilishlari mumkin. Endi esa mana bu futbolkalarga e'tibor bering. Ularni da'vat suhbatlarini boshlash maqsadida chiqarganmiz. Chunki g'arbda odamlar Alloh haqida suhbat boshlashga hadeb ham e'tibor beraverishmaydi. Shuning uchun biz nima qildik? Ularga savol beramiz. Savol shuki, hayot faqat o'yindan iboratmi? Keyin orqasida onereason.org sayti sizga hayotdan maqsad nima ekanligini xabar beradi deb yozib qo'yamiz. Bu futbolkani ko'rgan har bir odam o'ziga o'zi hayot faqat o'yindan iboratmi deb savol beradi. Keyin veb sahifamizga kirib ko'radi yoki shu futbolkani kiyib olgan inson bilan suhbatlashib ko'radi. Dunyo miqyosidagi hodisalardan foydalangan holda insonlarni o'zlari qiziqqan narsa orqali da'vat qilish aqlli va samarali uslub hisoblanadi.
ular ham jahon chempionatida ana shunday qilishdi. Shayx, mana bu futbolkani Braziliyadagi jahon chempionati davomida musulmonlarning da'vat ishiga yordam berish maqsadida ishlab chiqdik. Qarang, bu yerga sening maqsading nima deb yozilgan? Dunyomi yoki oxiratmi? Ha, shayx? Mashalloh, tabarakalrohman. Bu jahon chempionati davomida juda muhim. Bu futbolka jahon chempionatida da'vat uchun mo'ljallangan ekan. Bu yerga nima deb yozilgan? Shayx, qarang, bu futbol jamoasi. Jamoa himoyachilari, ta'lim, sog'liq, farzandlar. Farzandlar g'amxo'rlik va muhabbatga muhtojlar. Hujumda ko'ngil tusagan narsalar: uy, boylik, sayohat, futbol. Siz nima uchun yashamoqdasiz? Sizni kim yaratgan? Hayotdan maqsad nima? Braziliyadagi bosh maqsadimiz da'vatni 10 millionta insonga yetkazish, inshaalloh. Nega mumkin bo'lmasin? Ha, albatta, bu Alloh uchun qiyin emas. Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishda nuqsonli bo'lgan kishilarga nasihatim shuki, men Shayx Yusufdan so'radim. Nima uchun da'vat qilishga astoydil harakat qilasiz? Bunda baraka va rahmat bor. Odamlarni Allohga da'vat qilganingizda iymonning haqiqiy halovatini his qilasiz. Alloh subhanahu va taolo kimningdir qalb ko'zini ochib qo'yganini ko'rishingiz eng go'zal holat. O'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, yig'lay boshlaysiz. Bu asli sizning qo'lingizda emasligini yaxshi bilasiz. Bu holat Alloh subhanahu va taolo va o'sha insonning qalbi o'rtasida sodir bo'ladi. Agar men da'vat qilmasam yoki da'vat haqida gapirmasam, yoxud da'vatga oid ishlarni o'rganmasam, yuragim siqilib, mahzun bo'lib qolaman. Shayx Yusufning qanday orzu-niyatlari bor? Mening orzuyim, aslida barcha musulmonlarning orzuyi ham ana shunday bo'lishi kerak. Da'vat ishida yurgan barcha insonlarning orzusi shuki, da'vat uchun bir strategiya va uni boshqaruvchi bir boshliq bo'lishi kerak. Mening orzuyim har bir musulmon o'lkalarda da'vat anjumanlarni tashkil qilish. Hech bo'lmaganda yiliga bir marotaba. Dunyoning barcha burchaklaridan da'vatchilar kelib, ana shu da'vat anjumanlarida yig'ilishsa, da'vat qilish strategiyalarini o'rganib, o'zaro fikr mulohaza almashsa. Allohning izniyle Qur'on o'qishga ixtisoslashgan Nun Qur'on elektron sahifasidagi do'stlarimiz sizning orzularingiz ro'yobga chiqishida yordam berishadi inshaalloh. Barcha anjumanlarda siz bilan birga ishtirok etib, da'vatchilarni taklif qilishga yordamchi bo'lishadi. Siz bilan ko'rishganimdan juda mamnunman. Alloh sizga baraka bersin, Shayx Yusuf. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق الصبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن